Men juda ko'p suhbatlarimda, savol-javoblarda takrorlagan bir gapim bor. Men aytganmanki, ota-onalar bugungi kunda bolasiga ingliz tili o'rgatyapti. Til o'rgatishlikni fazilatini hamma gapiraveradi. Lekin siz bolangizga o'zingizni tilingizni o'rgatmasdan turib, ingliz tilini o'rgatsangiz, bolangizdan ayrilasiz. U bola ingliz bo'lib ketadi. İngliz qadriyatlari, inson o'rgangan lug'atlari bilan insoniyligi shakllanadi. Faqat ingliz tilini o'rgangan bola bo'ldi, inglizcha fikrlaydi. Boshqa bir olim bor, Turkiyada yosh Turk Einstein deyishadi. Shu kishi aytadi, ingliz tili deydi, eng qoloq tillardan asli tarix bo'yicha. Bugun ular iqtisod bilan tilini rivojlantiryapti, siyosat bilan rivojlantiryapti. IELTS degan narsa, SAT degan narsalar, hammasi IT texnologiya, hammasi pul berib, reyting berib, odamlarni shunga jalb qilyapti. Maqsad globalizatsiya, hammani madaniyatini o'ziga bog'lash. Orqasida shu narsa bor. Endi biz ta'lim berayotganda bolalarimizga o'zimizni tilimizni o'rgatsak, adabiyotimizni o'rgatsak, she'riyatimizni, san'atimizni, tariximizni o'rgatsak va bolaga aytsakki, seni ildizing bu yerda. Dunyoni xohlagan joyiga borib turib, eng zo'r kadr bo'lib ishla, lekin ildizingni esdan chiqarma desak, butun fan, butun ta'lim shunga asoslansa, biz tez kunda oyoqqa turamiz degan g'oyamiz bor bizda, rejamiz bor. Chunki bu jadidlarning g'oyasi edi. Jadidlar shuni xohlagan edi. Lekin ular ulgurmadi. Ularni qatag'on qilib tashashdi, otishdi hammasini. Abdulla Qodiriylarni peshonasidan otib tashashdi. Mana shu g'oyani gapirgan uchun. Bugun bizga shunaqa imkon bo'ldi. Hozirgi kundagi siyosat aynan 2016 dan keyin yangi bo'lgan rahbar prezidentni tashabbusi bizga juda katta yo'l ochdi. Yana biznes tomondan aytay, hozirgi kunda 10 taligini ichida eng foydali bizneslardan 10 taligini ichida ta'lim turadi. Qo'lingizda imkoniyat bo'lsa, ta'limni qidiring, toping, shunga harakat qiling. Xohlang maktab oching, xohlang kurs oching, xohlang yuqorida aytgan kadr masalasini yetishtiradigan ta'lim markazi oching. Oddiy ofitsant yetishtiradigan bitta markaz oching. Mana restoranchilar o'tiribdi. Biz xaridor bo'lamiz o'zimiz. Kadr yetishtira olmay, yetkazolmay qolasiz. Chunki juda ham ehtiyoj bor bunga. Hamma restoranchi ofitsantdan kuygan. To'g'rimi? Ofitsant vafodor bo'lmaydi. Har doim xiyonat qiladi sizga. Chunki 2 oy ishlaydi, undan keyin maktabi boshlanadi, universitetda boshlanadi, qochib ketadi, bo'ldi. Uni yetishtira olmaysiz. Ofitsantlikni kasb deb qaramaydi bizda. Ta'limda imkoniyati bor odam qilsin shuni, ochsin.